Ko'rib turgan joyingiz Adirlik. Bu Adirlikda mana shunaqa g'orchalar bor. 2014-15 yil davomida mana shu inson G'ofur bobo tomonidan teshib o'tilgan 238 metr bobo. 238 metr uzunligi o'lchadik. Adirlikda boqilish uchun, mana shu yerda suv olish uchun mana shu yerda o'tgan teshib. Mana shu inson hozir necha yoshdasiz? 72 da bo'ldim. Xudo xolasa G'ofur bobo bilan kirib nar tarafga o'tamiz. Boshimizga tagib olamiz, ha. Boshimizga kiyib oldik. Endi bo'lsa oyoqlarimiz chang bo'lmasligi uchun mana shularni ham kiyib olsak. Har ehtimolga qarshi deyapti, chunki ilon bo'lishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Kirmaganimizga ham 5-6 yil o'tib ketdi. Balandligi 150 metrlar baland. G'orning ham yana ovuzi 120, balandligi 1,5-2 metr. Kiramizdan kirib, mana kirib. Qani yo'lboshdan qani? Yo bismillah deb. Har ehtimol qarshi belda o'tkazib oldi, bir narsa bo'lsa. Hujum qilsam o'qib. Demak, g'orga kirish boshlandi. Nima? Yorib berayapti, fanarni ko'tarasiz. Fanarigim bor. Mana yorib berib, balandlarni olavering. Oyoq masta tagiga qarab, kelinlar banka qo'yibdi-da. Ichida mana politeten turib o'tkazib ketganmiz, suv mana 50lik. Turgan joylar mana, qarang. Mana hozir apasinday o'tirib qarang, Nuraydan o'tirib ko'rdingizmi? Ketdik bobo. Mana qarang. Qo'rqmang bobo, qo'rqmang Nuray. Mana qarang. Bobo yaqinlashib qoldikmi? Qayerga ketasiz? Endi mana bu yoqdan chiqib ketamiz orqaga. 3 metrlar kovladi pastga qarab. To'kamon o'tgansizlar, ha? Ha, to'k ichidan to'k o'tkazib ketgan. Bu tarafda bitta uyimiz bor-da. Voy. Nihoyat. Mana shu chiqib kelgan g'orimizdan mana shu suv o'tkazib, G'ofur bobomiz mana shu yerda hammasini bog' qilgan, uychan qurgan. Bu yerdan tovuqxona, quyonxona qilgan. Bu joyimiz Qumqo'rg'on tumani G'alaba mahallasida. Hozir biz kirgan joy mana shu joy bo'lsa, hozir o'tib nar tarafdan chiqdik. Qishloqning atmosferasi gap yo'q. Hamma joy yam-yashillik. Eng asosiy mehnatkash insonlar. Ketdimi? Bir o'zingiz qilgansiz buni? Turmush o'rtog'im To'xtagul Hajimova birgalikda ikkalamiz ichkarida men to'proq solib berib arabaga. To'xtagul Hajimova arabani chiqarib tashqariga to'kib kelaverdi. Sizlarga rahmat. Ko'rishamiz. Mayli, rahmat. Rahmat. Xo'p. Mayli, qachamangizlar. Zo'r ish.